Individual issiqlik punktlari o'rnatilish joyi uchun talablar bor. Demak, bu talablar nimadan iborat? Demak, umumiy xona yetarlicha maydonda ajratilgan bo'lishi kerak. O'sha asosda konstruksiya qilinadi. Demak, xonani remonti. Demak, xonada обязательно mana shunaqa priyank bo'lishi kerak. Ya'ni demak, obslujeniya qilinayotganda, sistemani bo'shatganda demak, suvlar bir joyga to'planishi kerak. Bu o'sha asosda bu yerda drenajniy nasoslarimiz bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, xona o'rveni pastda bo'ladigan bo'lsa, podvalda joylashtirilgan bo'lsa, demak, bu yerda to'plangan suvlarni chiqarib tashlash uchun drenajniy tizim bo'lishi kerak bo'ladi. Bu yerda demak, nasos bo'lishi kerak. Va xona demak, yetarlicha yoritilgan bo'lishi kerak. Bu yerda ko'rib turganingizdek, o'zi lampalar bor. Va xona o'ziga yarasha bu yerda demak, teploy punkt joylashgan bo'ladi. Ya'ni bu yerda harorat yuqori bo'ladi va suvlar oqishi yoki nimadirlar bo'lish hisobiga demak, bu yerda namlik ham yuqori bo'lib ketishi mumkin. O'sha namlikni, ortiqcha namliklarni chiqarib olish uchun xonada ventilyatsiya tizimi bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni havo aylanib turishi kerak bo'ladi. Ortiqcha namlik oshib ketmasligi kerak. Agar namlik oshib ketadigan bo'lsa, xuddi mana shunaqa muddatdan oldin demak, qoplama qilinmagan detallari mana shuna xuddi mana shunaqa korroziyaga uchrab, xizmat muddati tez tugab qolishi mumkin bo'ladi. Va xona elektrikasi umumiy shiti bo'lishi kerak. Shit uchun alohida shitimizda nimalar bor? Demak, bu yerda relay напряжениямыз bo'lishi kerak. Demak, relay напряжение belgilangan kuchlanishdagi elektr energiyasidan yuqori yoki past bo'ladigan bo'lsa, o'zi avtomatik liniyani o'chirish kerak. Va har bitta kontur uchun, rosetka uchun, освещение uchun va ITPni o'zi uchun alohida avtomatlar bo'lishi kerak. Va tavsiya etiladi har bitta tizimni to'g'ri ishlashi uchun, demak, ITP uchun demak, bu yerda stabilizatorlar qo'llanilishi tavsiya etiladi. Stabilizator demak, sistemadagi tok kuchlanishini normallashtirib beradi. Masalan, bu yerda hozir kirish напряжениямыз 223, 225 va qurilmamiz uchun, demak, xona uchun 219, 220 volt atrofida kuchlanishdagi tok yetkazib bermoqda. O'rtacha normal. Hozir 223 volt ham o'zi normal, lekin ba'zi bir joylarda tok o'ynashlari juda ko'p bo'lishi mumkin yoki belgilangan kuchlanishdan past yoki oshiqcha bo'lishi mumkin. O'sha narsalarni regulirovka qilish uchun, muvofiqlashtirish uchun invertor qo'yilgan bo'lishi kerak. Stabilizator. Xo'p, bu yerda keyin bizda yana past kuchlanishli transformatorlardan foydalanishimiz qo'yilishi kerak bo'ladi. Chunki bu yerda har qanday texnik помещение hisoblanadi. Bu yerda har qanday holat bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda pitaniya uzgan holatda, demak, past kuchlanishli odam tok urmaydigan holat va vaziyatlarda ham tizim ishlashi uchun 24 voltli tizimda ishlaydigan yakka transformatorning yacheykamiz ham bo'lishi kerak. Xo'p, xona umumiy kontr-zazemleniya qilingan bo'lishi kerak. Ya'ni va kontr-zazemleniyaga har bitta blokimiz ulangan bo'lishi kerak. Bu yerda ko'rinib turibdi, hamma bloklar ulangan mana. Xuddi mana shunaqa tartibda ulangan bo'lishi kerak va kontr-zazemleniyaga shu asosda asosiy talablardan biri. Keyin xona betonlanishi, demak, xona poli o'rveni to'g'ri olinishi kerak. Demak, hamma uklon, qiyalik, nishablik yamaga qaratilgan bo'lishi kerak. Ya'ni suv to'kiladigan bo'lsa, yamaga qarab oqishi kerak suvlar. Xo'p, yana keyin наружный temperaturniy datchigimiz bor. Наружный temperaturniy, ya'ni tashqi havo harorat datchigi bu binoning demak, shimoliy quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushmaydigan nuqtasiga o'rnatilishi kerak va demak, inson qo'li yetmaydigan balandlikda o'rnatilishi kerak. Bu o'rtacha 2,5 metr masofa balandlik olinadi. O'sha asosda qo'yilishi kerak. O'shanda tizim to'g'ri ishlaydi va to'g'ri xizmat ko'rsatadi. Chunki
quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushib qoladigan bo'lsa, bu tashqi havo harorat datchigini haroratini oshiraveradi. Masalan, ko'chada tashqi soyada asosiy -10 gradus bo'ladigan bo'lsa, quyoshga to'g'ridan to'g'ri yuzlanib qoladigan bo'lsa, u datchigimiz u yerda haroratni noto'g'ri ko'rsatadi. Ya'ni 10 gradus yoki 5 gradus ham ko'rsatib qolishi mumkin. Tashqarida -10 gradus holatda turgan bo'lsa ham. Betonga, demak, bizda teploy punktlarimiz og'irligi o'rtacha emas, o'zi binoni quvvatidan kelib chiqqan holatda har xil og'irlikda, har xil konstruksiyada bo'lishi mumkin. O'shanda demak, bu yerda poliga demak, o'sha blokni umumiy vesini ko'tarish uchun spesialniy maxsus beton platformalar quyilgan bo'lishi ham talab qilinishi mumkin. Bu ham o'z navbatida loyihalash talablaridan kelib chiqqan holatda. Xo'p, loyihalash talablari uchun asosiysi, demak, xonada ventilyatsiya bo'lishi kerak. O'shani ta'minlab berish kerak. Demak, tabiiy ventilyatsiya bo'lmaydigan bo'lsa, sun'iy ventilyatsiya ta'minlanishi kerak. Ya'ni bu yerda vitishkalar qo'yilib, havo aylanishini ta'minlab berish kerak bo'ladi. Yoritilganligi ham xuddi o'shanaqa. Demak, обязательный sun'iy yoritish tizimlari qo'llanilgan bo'lishi kerak. Ya'ni bu yoritish ham o'ziga yarasha yetarli darajada yoritilganlik bo'lishi kerak. Bu xizmat ko'rsatuvchi personallar uchun qulaylik yaratish maqsadida. Keyin umumiy ITPlar, demak, umumiy issiqlik izolyatsiyasi bilan qoplangan bo'lishi kerak. Demak, izolyatsiya ham yetarli darajada bu ITPni demak, kotelnikni ortiqcha issiqlik isrofidan oldini oladi. Ya'ni bu maksimalniy issiqlik energiyasidan foydalanish vazifasini bajarib beradi. O'z navbatida teplobmenniklar ham issiqlik izolyatsiyasi bilan qoplanishi kerak. Bu yerda demak, umumiy xonaga, har bitta xonaga xuddi mana shunaqa tarqatma materiallar, yorliqlar yopishtirilgan bo'lishi kerak. Keyin har bitta xizmat ko'rsatuvchi xona uchun, ITPga xizmat ko'rsatish xonasi uchun demak, jurnal yuritilishi kerak. Demak, qaysi sanada qanaqa ishlar olib borildi, nimalar xizmat ko'rsatildi, o'shalar yozib, fiksirovanniy qilib borish kerak yana. O'sha jurnalda yuritilishi kerak har bitta ishlar. Chunki buni o'zini talabi bor. Bu mahsulot 15-20 yil xizmat muddatida ishlab berishi uchun unga har belgilangan ravishda texnik xizmatlar ham ko'rsatib berish kerak. Chunki o'shandagina bu o'zini maksimal effektivligini, samaradorligini ko'rsatib beradi. Hozircha shular.